Bizlarni farzandlar oldidagi yana burchimiz azizlar, farzandlarimizni odobli qilishligimiz. Ota-onadan farzandga qoladigan eng katta meros bu odob. Payg'ambarimiz alayhissalom Imom Termiziy rivoyati bilan aytadilar, ota o'z bolasiga chiroyli odobdan ko'ra yaxshiroq narsa bera olmaydi deganlar. Ota-onamizni bizga bergan eng ulug' ne'mati, eng ulug' yaxshiligi ularni bizga bergan odob azizlar. Otadan, onadan qoladigan eng ulug' meros ham bu odob bo'ladi. Ota-onalarimiz aytishardi, bolam buni qil, buni qilma yomon bo'ladi. Mana buni qilgin savob bo'ladi. Ota-onamiz o'rgatgan bizga. O'ng qo'limizni, chap qo'limizni, yaxshilikni, yomonlikni, ko'chadan topib olgan narsangni ko'tarib kelmagin bolam deb, salom ber bolam deb. Yaxshilik qilishni o'rgatgan shu otamiz, sajda qilishni o'rgatgan otamiz, namozni o'rgatgan otamiz, saxovatni o'rgatgan otamiz, Robbimizni borligini tanitgan otamiz, onamiz, shular bizga hayot ta'limini bergan. Hayotda o'rnimizni topishimizga bizga inshaalloh muallim bo'lgan birinchi ustozimiz ota-onalarimiz bo'ladi.